Buxgalteriya sohasiga ko'p terminlar chet tillaridan kelgan va tarjimaga ega emas. Masalan, oddiy buxgalter so'zini olaylik. Buxgalter bu so'z nemis tilidan kelib chiqqan bo'lib, buh kitob va galter yurituvchi, ya'ni buxgalter bu kitob yurituvchi ma'nosini bildiradi. Balans so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, u B2 lans balans. Bu ikkita taraflama tarozi, ya'ni tarozini bildiradi. Ya'ni balans tarozi ma'nosini bildiradi. Nimani tarozi? Aktiv, passivga teng degan narsani bildiradi. Aktiv va passivchi. Aktiv o'z so'zi bilan, bu tarjimasini hamma biladi, bu faol ma'noni bildiradi. Passiv bu faol emas. Nimaga unaqa? Chunki aktiv bu ishlaydigan narsalar. Masalan, sizlarni uyinglar, pulinglar, mablag'inglar bu sizga naf olib keladigan narsa. Passiv esa xuddi shu narsa, lekin buni ta'minlab beradigan. Ya'ni qayerdan bu aktiv kelganini. Passiv sizga ishlamaydi. Masalan, majburiyat bu passiv. Aktivni qayerdan kelganini ko'rsatib beradi. Ya'ni manba ma'nosini bildiradi.